Jitel, sen yana bir marta men bilan o'ynamoqchisan. Yana bir marta yutqazib qo'yasan. Men bilan gari o'ynama. Bekorlarda 5 tasini aytibsan. Bu safar men yutaman. Men juda ham yaxshi tayyorlanib kelganman. Ha, mayli, buni vaqt ko'rsatadi. Ha, aytgancha hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Vini. Sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman do'stlar. Hozirgina men Jitel bilan bahslashayotgandim. Uni aytish bo'yicha bugun u meni yutib qo'yar emish. Albatta Vini, bu safar men 100% yutaman. Senga umid ham yo'q. Ana ko'ryapsizlarmi, hozirdan katta ketishni boshlayapti. Oxirida baribir yutqazib qo'yadi. Nimalar deyapsan kamerani oldida Vini? Yo'q, hech narsa demayapman, shunchaki o'yinni boshlaymiz deyotganim. Ha, obunachilar, sizlarga aytishni unutibman. Biz Jitel bilan birgalikda emas, hattoki men bu Jitel o'zini portalini yasadi va men o'zimning portalimni yasadim. Bugun kimning portali zo'r ekanligini aniqlab olamiz. Bunda sizlar yordam berasizlar. Xo'sh, Jitel, biz boshlaymiz?mi? Albatta boshlaymiz. To'xta. Birinchi navbatda biz bir-birimiznikiga kirish o'rniga kel, senikiga men kiraman, menikiga esa sen kirasan. Juda ham yaxshi fikr. Shunday qila qolamiz. Birinchi bo'lib sen kira qol. Mana mening portalimga kirishing mumkin bemalol. Qani boshlayver. Shunaqa demaysanmi Vini? Tezda gapirib, qani unda ketdik. Va nihoyat portaldan chiqdim. Wow, qanday ajoyib dunyo. Hamma narsa oq-qora. Juda ham ajoyib. Vini nima qilishni biladi. Juda ham zo'r dunyo ekan, to'g'risini aytsam. Endi baxtivorman Vinini. Bu qanaqa g'or bo'ldi? Qani kirib ko'raylikchi, nimalar bor ekan? Wow, qanaqa qazilma bo'ldi bu? Oq olmosmi bu? Nima bu? Temirmi? Bilmadim, qanaqadir metallar. Bunaqasini umrimda birinchi marta ko'rib turishim. Ha, Vini nima qilishni juda ham yaxshi biladi. Xo'p, bu yerda yana suv ham bor ekan. Qani tushib ko'raylikchi. Xo'p, juda ham mazali. Qanaqadir oddiy suv emas, bu boshqacha suv ekan. Menga juda ham yoqyapti bu dunyo. Qani yana ko'rib chiqaylikchi. Bu qanaqa joy? Hozir o'tib bilib olamiz. Xo'p. Aha. Hop, wow, juda ham ajoyib. Xo'p, eshiklarni qaranglar, oqligini. Va bu yerda hech narsa yo'q ekan. Mayli. Juda ham ajoyib ekan. Qani bu yerdan o'tib ketamiz. Xo'p, mayli. Endi sekin qishloqni aylanaman. Xo'p, juda ham ajoyib uylar. Wow, bu nima bo'ldi? Mashinami? Qani ko'raylikchi, bu qanaqa mashina ekan? Wow, juda ham ajoyib. Voy, yo'q. Yo'q, buni tushamiz, haydashni bilmayman. Xo'p, mayli. Endi uyni kiramiz. Qani, ha, bu yer ham juda ham ajoyib ekan. O'zim bu yerga ko'chib kelsam ham bo'lar ekan. Juda ham ajoyib. Endi nima qilishni bilmayapman. Mashina qaranglar. O'zimni uyimga olib ketsammikin, video sezmasa, juda ham ajoyib bo'lardi. Hammaga maqtanib yuraman. Xo'p, endi sekin qishloqni chetidan boshlaymiz. Bu yer o'racha nima kerak tushunmadim. Demak, mana bu uylarga kirib chiqishimiz qoldi. Qani kiraylikchi. Wow, buni qaranglar, qanday kiyimlar, asaqalar juda ham ajoyib. Meni bunaqa kostyumlar yo'q edi, juda ham ajoyib ekan. Bittasini o'g'irlab ketsamikin, ha mayli. Mana shu yerda turib qolsa, keyinroq o'g'irlarman, video sezmaydi ham. Xo'p, bu yergacha. Bu yerda nima bor? Yo'q, meni hech narsa yo'q ekan. Xo'p, bu yerga o'tsakchi. Xo'p. Aha, yo'q. Qani bu yerda ham yo'q. O'zimizni qishloqqa o'xshab bu yer ham bo'sh ekanda, video hech narsa qo'ymabdi. Xo'p, mayli, bu yer ham bo'sh. Xo'p, qanaqadir sirli joylar yo'qmikin? Qara sekin sindirib ko'raylikchi. Yo'q, hech narsa yo'q. Meni hamma narsani qayergadir bekitib qo'yibdi. Demak tushunarli. Wow, lekin juda ham katta dunyo ekan, menga juda ham yoqdi. Xo'p, yana nimalarni ko'rib chiqish kerak. Xo'sh, bu yerda ko'rib chiqamiz endi. Bu yer qolibdi. Wow, juda ham ajoyib. Bu nima bo'ldi? Qandaydir yer tushunmadim, lekin xo'p, bu yerda pechka va mana bu quti. Xo'p, bu yerda xolos tushunmadim. Xo'p, bu yerda poliz ekinlari video ferma qilyapti ekan. Juda ham ajoyib. Qani bulardan bittasini olib ketsam hech narsa qilmaydi. Xo'p, juda ham ajoyib. Qorni to'g'izib olaman, qornim ochib ketdi. Xo'p, hammasi juda ham ajoyib ishlangan, menga juda ham yoqdi. Xo'p, endi bu yerda sekingina ketsam ham bo'ladi. Akkacha, mana bu yerga kirish esa chiqib qolibdi. Xo'p, bu yerga ham sekin o'tamiz. Qani, xo'p, tushib ketmaymiz. Xo'l bo'lish niyatim yo'q. Eshikni ochamiz va sakraymiz. Wow. Bu yerda hamma narsa oppoq rangda ekan, juda ham ajoyib. Endi tepaga chiqib olsak, xo'p, bu yerda hech narsa yo'qmi? Ha, mayli, bu yerda ham hech narsa yo'q ekan. Bu yer juda ham menga yoqdi. Bu yerda tantanali ravishda o'zimning qishlog'im deb e'lon qilaman. Bu qishloq menga yoqdi. Bu yerdan ketmasam ham bo'laveradi. Juda ham ajoyib. Qiziq, nimagadir Jitel juda ham qolib ketdi. Hoziroq chiqish kerak edi. Ha, mayli, unda men Jitelni portaliga kirib ko'raman. Qani u yerda qanday narsalar bor ekan? Qani ketdik.
Va nihoyat mana do'stlar men paydo bo'ldim. Bu nimasi bo'ldi yana? Men tushungim kelmayapti. Bu qanday dunyo bo'ldi? Va nimadir hamma narsa g'alati. To'xtinglar, bu slime blokmi? Nimaga bu yerda turibdi va mollarning oyog'i osmonda va bu juda ham tushunarsiz va yer bloklar. Bunga tushuna olmayapman. Qani uyning ichini ham ko'raylikchi. Va bu yerda ham hamma narsa o'zgarib ketgan. Tushungim kelmayapti. Qani hozir bu yerdan jitellarni topsak, nimaga bularni hamma narsani oyog'i osmondan bitta mendan tashqari tushunmayapman. Qani bu yerdagi narsalar albatta bular oddiy kartoshka, lekin bu yerdagi hammaning oyog'i osmondan va mana bu jitelni haykali bor ekan va yana narsalar ko'ramiz va bu yerda ham hech narsa yo'q va yana oyog'i osmondan odamlar. Men bunga tushuna olmayapman. Qanaqa dunyo bo'ldi bu? Meni boshim aylanib ketyapti. Borku, bu nima bo'ldi? Qani, buni olib ko'raylikchi. Va bu qum. Do'stlar, bu qum ekan, do'stlar. Bu unaqa yung emas, bu qum ekan, oddiy qum. Tushuna olmayapman. Mana bu nima narsa bo'ldi? Qani? Bu esa bu oddiy yer bloki ekan, do'stlar. Bu juda ham g'ayrioddiy, juda ham g'alati. To'g'risini olganda bu juda ham g'alati. Dunyoga hamma narsa alg'ov, hamma narsani teksturasi o'zgarib ketgan. Yana bilmadim nimalar bo'lgan. Hali dunyoni to'lig'ini ko'rganim ham yo'q. Va to'xtinglar, ana bu yerda olmos bloklar bor ekan. Qani qiziq, borib ko'ramiz. Xo'sh, salom, sen mana shu parkurdan o'tish orqali sen juda ham yaxshi mukofotga ega chiqishing mumkin. Qanaqa mukofot? Buni endi bilasan. Parkurdan o't va sovg'aga ega chiq. Mana shu parkurmi do'stlar? Qani ko'raylikchi, boshqa surprizlar yo'qmikan? Xo'p, qani bo'ldimi? Ha, bo'ldi. Juda ham oson. Qani endi menga sovg'ani beringchi. Mana bu qilich senga sovg'a. Juda ham yaxshi. Wow, almasli qilich ekan. Menga juda ham yoqdi. Umrimda olmosli qilich ushlab ko'rmaganim, juda ham ajoyib. To'xtinglar, bu nima? Bu olmosli qilich emasmidi? To'xtinglarchi. Ha do'stlar, bu olmosli qilich emas ekan, bu redstone, oddiy redstone. Bu hech qanaqa qilich emas, bu soxta ekan. Bu dunyo meni asabimni buzishni boshlayapti. Bu dunyodan men keta qolaman. Menga umuman yoqmadi. Qani tezroq ketish kerak. Va nihoyat jitel. Zo'rg'a qaytdim bu portaldan. Bu qanday portal bo'ldi? Nimaga bunaqa deyapsan? Meni portalim juda ham ajoyib chiqqan-ku. Juda ham ajoyib shu portalmi? Umuman olganda bu portal eng yomon portal. Men ko'rgan portallar ichida eng yomoni desam ham bo'ladi. Video og'zingga qarab gapir. Meni portalim haqida gapiryapsan. Albatta bu portaling eng yomoni desam ham bo'ladi. Buni obunachilar ham ko'rdi. Bekorlarni aytibsan. Seni portaling ham unchalik yaxshi chiqmagan. Meniki senikidan 1000 barobar zo'r. Qo'ysangchi jitel, qo'ysangchi. Qani unda biz bu baholashni obunachilarimizga qoldiramiz. Xo'sh obunachilar, sizlar kim yutdi deb o'ylaysizlar? Ya'ni kimni portali eng zo'r chiqdi deb o'ylaysizlar? Albatta buni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Bu shu orqali biz g'olibni aniqlab olamiz. Albatta men YouTube'da videoga o'rin yo'q, video yutqazdi. Ko'p gapiraverma jitel. Buni obunachilardan bilib olamiz. Xullas do'stlar, unda hammaga xayr, sog' salomat bo'linglar. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha.